hörmətli Şərq Türkistanlı qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Dövlət Müdafiə Qanunu Xitayning Şərq Türkistandagi Uyg'urlarni bostirishga qarshi muhim tədbirlarni o'z ichiga oladi ekan. Eng oxirgi xabar to'rining 2025 yili 1 yanvar kunidagi xabariga qaraganda Amerikaning Dövlət Müdafiə Qanunu loyihasi Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarshi turishdagi muhim tadbirlarni o'z ichiga oladi ekan. Uyg'ur Amerika faoliyatchilari 2025 yildagi Amerikaning Dövlət Müdafiə Qanunu loyihasiga Uyg'urlarni Xitoyning bostirishiga qarshi xalqaro tadbirlarni kirgizganligidan mamnun bo'lishgan. Bu bilan Xitoyning Sharq Turkistonda davom qildirayotgan Uyg'urlarni bostirishini hal qilishni maqsad qilgan. Amerikaning 2025 yillik Davlat Müdafiə Huquq Qanuni deb bilingan bu qonun 2024 yili 18 dekabr kuni Amerika qurultayida birdek ma'qullikdan o'tgan va 22 dekabr kuni Amerika prezidenti Jo Bayden tarafidan qonunga kirgizish tasdiqlangan. Bu qonun Amerika hukumatining atalmish Şinjandagi inson haqlari dafsanchiligini kuzatish, Uyg'urlarni bostirgan Xitoylarni jazolash huquqini boshqarish belgilamasini o'z ichiga oladi ekan. Amerika Dövlət Müdafiəsi 2025 yillik chiqimlari uchun 895 milliard dollar rasxod ajratgan. Boshqa yana millat vakillaridan Marco Rubio va Jeff Merkeli tunishtirgan 2020 yili ma'qullikdan o'tgan ikki partiyalik Uyg'ur kishilik huquq siyosatini o'z ichiga oladi ekan. Bu qonun aslida 2025 yilgacha kuchga ega bo'lib, yangilangan qonun 2030 yilgacha kuchga ega bo'ladi ekan. Bu qonunning ro'yi bo'yicha Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishga ishtirok qilgan Xitoy kotibashlari jazolanadi ekan. Bu tadbirlar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan keng ko'lamda tutqun qilish, jazo lagerlari va turmalarda turli vahshiy usullarda qiynash, tug'mas qilib o'tish, majburiy emgakka selishdek vahshiy qilmishlarga qarata berilgan bir signaldan iborat bo'lib, Mudofaa qonunidagi belgimalarning mazmuni Xitoyning inson haqlari xotirasi va Sharq Turkistondagi siyosatiga qarata andishalarini ko'rsatadi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati ijtimoiy axborot supisi X'da Bayden hokimiyatining Uyg'urlar duch kelgan zulmga qarshi turishni Amerika Davlat Müdafiə Qanuniga kirgizganligidan minnatdor bo'lganligini bildirdi va xuddi oldingi Trump hokimiyatining Xitoyning dahshatli bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganiga o'xshash Sharq Turkistonni besib olmagan davlat deb e'tirof qilishni talab qilganligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Sayragul Savutbay xonim 2025 yili 1 yanvar kuni yangi yillik uchur yo'llab Sharq Turkistonlik barliq turk xalqini Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun kurash qilishga chaqirdi. Sayragul Savutbay xonimning yangi yillik uchurini o'z og'zidan anglaysizlar. Qimmatli vatandaşlar, және бүкіл әлем халқы сәлеметсіздерме? Жаңа жылға қадам басқан осы маңызды сәтте сіздердің алдыларыңызға шығып тұрмын. 75 жылдан бері Қытай үкіметі Шығыс Түркістанға үстемдік орнатумен бірлікте 2014 жылдан бастап Уйғур, Қазақ, Қырғыз және басқа да түркі халықтарына геноцид жүргізіп келмекте. Қазір 2025 жыл басталған осы сәтте де миллиондаған Шығыс Түркістан халқы түрмелерде, жаза лагерлерінде және құлдық еңбек орындарында қамалып тұрмақта. 10 мыңдаған қыздарымыз Қытай ерлерімен үйленуге мәжбүрленуде. 1 миллионнан артық Уйғур, Қазақ, Қырғыз және басқа да түркі халқы балалары отбасынан мәжбүрлі түрде айырылып, Қытайдың аталмыш жатақты мектеп деп аталатын балалар лагеріне қамалмақта. Олар мектеп емес, олар Уйғур, Қазақ, Қырғыз және басқа да түркі халқы балаларының тіл, мәдениет және болмысын жойып, оларды Қытай болуға мәжбүрлейтін асынмаса лагерлері. Геноцид басталып қазірге дейін әр жылы аз дегенде 25 мың Уйғур, Қазақ және Қырғыз жастары Қытайдың ішкі орган саудасының құрбаны болмақта. Орта Азиядағы халықтарға жүйеден Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және басқа да бауырлас халықтарды зұлымға ұшырап жойылып кету алдында тұрған Шығыс Түркістан халқының теңдігі, еркіндігі үшін күресуге шақырамын. Өйткені оларменен ұқсас тамырларымызда ағып жатқан қан, ұқсас тарих және мәдениетіміз бізді бір-бірімізге байланыстырып тұратын құдіретті күш. Осы орайда әлемді қауымдастықты Қытайдың қылмысына көз жұмбай, мүлде қайталанбайды деген уәдені орындауға шақырамын. Бос сөз емес, шынайы әрекет жасайтын сәт туды.
Xitayda адамзатқа қарсы жасаған жауыздығы және геноцид қылмысы үшін жауапкершілікке тартатын уақыт келді. 2025 жылда қарсы алумен бірлікте барлығымыз Қытайдың қылмысына қарсы күрес жасауға вәде берейік. Бұл жыл Қытайдың зұлымдығы, үстемдігі және геноциді ақырласуының басталуы болсын деп тілеймін. Жаңа жылдарыңыз құтты, жанұяларыңыз бақытты болсын. Жаңа жыл мол табыс жақсылығымен. Xitoy tajovuzchilari Hindiston bilan bo'lgan talash tortishga rayonlarda 2 nahiya qurib olgan. Tibetan, ya'ni Tibet tekshirishi xabar torining 2024-yili 29 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy atalmish Xinjiangda 2 nahiya qurgan bo'lib, ularning biri oldingi asrning o'ttirlarida Tibetni qo'shib olgandan keyin qonunsiz egallab olgan Oqsaychinga joylashgan Hindiston zaminidan tarkib topgan. Atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom Rayonlik Xalq Hukumati 29 dekabr Xitoyning rasmiy axborot agentligi Xinhua agentligining so'zini naql keltirib, atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom Rayoni Xian nahiyyasi va Xikang nahiyyasidan iborat 2 yangi nahiya qurganligini e'lon qildi. Xotan viloyati boshqaradigan nahiyalarning qurilishi Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tomonidan tasdiqlangan. Hongyu va Shidula nahiyasi ayrim holda Xan va Xikangning nahiya markazi deb e'lon qilindi degan. Xan nahiyasi 38,000 kvadrat kilometr bo'lib, Oqsaychinning ko'p qism joylarini o'z ichiga oladi ekan. Yangi Dehlidagi manbalarning Xitoyning bu xil bir taraflama harakatining chegara mojarosini hal qilish ikki taraflik suhbatga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydiganligini bayon qilganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoyning bu harakati ikki davlatning alohida vakillari 5 yilga yaqin to'xtatilgan chegara suhbatini qayta qo'zg'atib, 10 kun o'tgandan keyin yuz bergan. Sharqi Ladakh bilan qo'shni bo'lgan Oqsaychindagi Hindiston zaminining taxminan 38,000 kvadrat kilometrdan boshqa Pokiston 1963-yili Sakskan vodisidagi taxminan 5180 kvadrat kilometr Hindiston zaminini Xitoyga topshirib bergan. Yana bir tarafdan Beijing ishg'ol qilingan Tibetning egilik huquqi talabiga asosan Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasini Xitoy zaminining bir qismi deb o'tirg'a qo'yib va uni Zangnan deb atagan. Attila tarixiy muqaddarat va jug'rofiya turk millatini tunji tarix sahnasiga chiqargan kundan tortib, toki bugungacha bo'lgan butkul davrlarda doim dunyoning eng hashamatlik imperatorliklari bilan bir sapga tizgan mavjudligini va hokimiyatini bu buyuk dunyo kuchlarining qo'lidan qon badaliga tortib olishga majbur qilgan edi. Turk millati bu tarixiy vazifasini doim muvaffaqiyatli va eng porloq bir ravishda ado qilib keldi. Eng qadimki zamonlardan beri dunyoning eng buyuk qahramonlarini, eng usta davlat qurg'uvchilarini, eng haqiqiy kultur barpochilarini turklar yetishtirib chiqmaganmi edi? Urush va sulh qilishning turli san'atining eng istihqoqli mumissillari, ya'ni eng layoqatli vakillari ana shu turkning yuragidan chiqmadimi? Dünya hakimiyeti fikrini qancha qitimlab isbotlaganlar Sharq va G'arbning bir tal borda sızılgan sızıqdan iborat ekanligini ko'rsatganlar, G'arbga sal bo'lib oqqanlar, o'q bo'lib yoqqanlar va Yevropani Osiyoning bir viloyatiga aylantirganlar turklar emasmidi? Urush tang'risi Marsni ular topdi. Hayotning jushqunligini Dionysos oldi. Bu sababdan turk tarixi tangdoshsiz bir dostonga, reallikchilar dostoniga, hayot va zafar dostoniga aylangan edi. Attila ushbu dostonning bosh qahramonlaridan bo'lib qolmay, balki eng vakilligidir. U o'z davrida Yevropaning taqdiriga hokim bo'lgan bir qancha muhim odamning biri edi. Tog'asi Rugirasning o'limidan keyin akasi Vileda bilan birlikda Majariston, ya'ni hozirgi Vengriyadagi Turk Hun imperiyasining taxtiga varislik qildi. Kuch-qudrat va iroda manbasi bo'lgan bu qahramon bir muddat o'tib ikkilik hukmdorlikni tugatdi va barcha millat orasiga o'zi yolg'iz birla hokimlikni, sherik qabul qilmaydigan sardorlikni o'rnatdi. Millatiga bir birlikni qurib berdi. Bu qurilishda bir millat, bir imperiya, bir va rahbarmi bir edi. Dushman bo'lsa ikki buyuk dunyo imperiyasi, ya'ni Sharqi Rim va G'arbi Rim imperiyalari edi. Attilaning birlikka kelgan idorasida Hunlar bor edi. Chunki tarix bu yerda turklarni mushu nom bilan taniydi. Ular dunyoni qaytadan titratgan edi. Attila orqama-orqa Sharqni va G'arbni istilo qildi.
Hakimiyeti Qara dengizdan Janubiy Germaniyagacha uzidi va yo'l yo'riqlari texmo yiroqlarga yetib bordi. Mondizuq, ya'ni Munjuqning o'g'li Attila o'zining asli kuch-quvvat manbasini Chin imperiyasi bilan bo'y o'lchishalaydigan qadimgi turklarning muhtasham naslidan olgan edi. Ma'lum bir got tarixchisi uning rasmini shu tarzda sizib chiqadi. Bahayvat bir bosh, qing'ir rang tan, o'y ko'z, qush burun. Ostin ingikida bir qancha tal uzun tuk ungan, mo'risi keng, vijik badan va asabiy bir sur hayva beradigan bahayvat bo'y, qaddi qomati mag'rur va azamatlik tus beradigan bir holatda. Hun xaqanining mazkur bir butun kishiligiga yuqoridan sap solgan kishi uningdagi bir xil ustunlik shuurini his qiladi. Gerçi uning g'oyat zo'r imperiyasi baqiy qolmagan bo'lsa-mu, quchqan zafar xotiralari qilib qoldi. U yaratgan ruh haqiqatan baqiydir. Bu ruh qahramonlik va zafar ruhidir. Dunyoning yarimiga hokim bo'lgan qadimgi va yangi zamon tarixidagi fatihlar ichidimi faqat shular Germaniya va Isketiyaga o'xshash ikki cho'ng imperiyani hosisi ostida birlikka keltirgan. Tuna va Ran bo'ylari uning o'lkasi edi. Osean orollari bilan Baltiq suvlarida yuyilgan va ayrilgan Skandinaviya podshohliklari uningga bo'ysungan edi. Sharqda Isketiya cho'llarining ustida Attilaga qarashliq bir qator o'lkalar bor ediki, bu o'lkalarning qayerlargacha uzab boradiganligini va buning o'pcho'risini, xaritasini belgilash tez. Lekin shu tarafi rostdirki, u Volga bo'ylarida saltanat surgan elchilarini Chin imperiyasi bilan elib beriladigan Musovat ittifoqi muzokarasiga avatgan edi. Attilani o'lkalarining cho'ngligi, saltanatining surligi jihatdan Iskandar Zulqarnayndanmi talaylik va ustun deyishga bo'ladi. Iskandar yolg'iz Osiyoni istilo qildi. Saltanati milodidan burunqi 323 dan 336 gacha oran 13 yil davom qildi. Attila bo'lsa Osiyonimi, Yevropanimi bo'ysundirdi. Hokimiyatimi 434-yildan 453-yilgacha 19 yil davomlashdi. Manba Erkizdi 219-son. 1948-yili 12-noyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'ichi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.